So'nggi 9 yilda suv ta'minoti sohasida nimalar o'zgardi? 35 trillion so'm investitsiya, 42 ming kilometrdan ortiq yangi va rekonstruksiya qilingan tarmoqlar, 3,4 mingdan ziyod inshootlar, 7 million 700 ming nafar aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlandi. 14 millionga yaqin aholining suv ta'minoti yaxshilandi. Natija esa qisqacha raqamlarda. 2017-yilda aholining markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 63% ni tashkil etgan bo'lsa, bugun ushbu ko'rsatkich 82,8% ga yetdi. Ayni paytda mamlakat bo'ylab yirik infratuzilmaviy loyihalar amalga oshirilmoqda va sohaga zamonaviy raqamli texnologiyalar joriy etilmoqda. Bu aholining sifatli ichimlik suv bilan ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar natijasidir.